Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Keyingi eshiklarimizni 5 ta eshik, 2 ta rom dilkishotga olib kelib o'rnatib berdik. Cho'qqi MDFlarimizni dilali yopiq MDF eshiklarimiz. Mana hammasi eshiklarimiz yopiq, tepasida pramog'asida aynaga bor. Derazalarimiz 2 ta eshik deraza. Ularga oq oyna qo'yib berganmiz. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqqan. Kimda shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida. Telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Ko'rib turibsizlar, mana bu yerda bitta 2 qanotimiz. Qolgani hammasi 1 qanot ular. Bu reykani pena qisib olmaslik uchun qo'yib qo'yganmiz. Penalab qo'ydik. Buni ertaga olsa bo'laveradi. Eshik pena zazorni o'zini holatida ushlab turadi. Shuning uchun burga qo'yib qo'yganmiz beliga. Juda ham chiroyli chiqdi, zo'r, xudo xolasa. Yaxshi o'rnatib penalab bo'ldik. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'yasizlar. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun sizlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, pastda nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.